13. bab Türkler İttifaqı. Әдісі сәһәрді Paşaxan балалар bilan masjiddan yenib mehmonxona uyga yig'ildi. Balalar axşam İsa Beg'din məxfiyətlikning oshkorlanib qolganligini bilgachga Paşaxan endi bizni tanqid qiladigan bo'ldi deb o'ylab qolgan edi. Yigitlar, dedi Paşaxan noit ko'tarangi holda Tillaxon bilan axşam deyishvalg'ini bo'yicha balalarga kulimsirab qarab. İşleringlarning hammani angladim. Yaraysizlar. Mana endi haqiqiy turkman yigitlarga o'xshadinglar. Balalar Paşaxonning o'zlarini maqtayotganligini bilib, o'z qulog'iga ishonolmay bir-biriga qarab kulimsirashdi. Bu qitimqi harakatlar sizlarning pishib yetilganliklaringizni tushundirdi. Uning ustiga planinglar nihoyatda mukammal tuzilibdi. Şu sebepten hareketler nihoyat zo'r g'alabaga erishdi. Sizlarga ayon, ruslarning zaminimizda qilmagan askarlik qolmadi. Bayliqlarimizni bulang-talang qilishni bargan sari kuchaytdi. Biz uningga mayli dedik. Ammo ular buninglik bilan bo'ldi qilmadi. Amdilikda biz turkmanlarni hayvonning o'rnida ko'rishga boshladi. Ular bizning madaniyatimizga, urf-odatimizga buzg'unchilik qildi. Ular o'zining vatanida Turkmanistonni echish degan quruq shuarni ko'tarib chiqib, zo'r ko'lamlik rus nüfuslarni yutkash qizg'inlik paydo qildi. Shu sababli bizning ona-singillarimiz ularning dedikiga, yigit erkaklarimiz ularning quliga aylandi. Bizning odamlarimiz mayli qancha yaxshi maktablarda o'qib kelgan bo'lsin, ishsiz bit qiliverdi. Aksicha ularning hech nimani bilmaydigan non-qipillari har qachon e'tiborlanib, yaxshi xizmatlarga qabul qilindi. Nohaqchilik ichidamagan o'qimishli kishilarimiz bir ikki og'iz haq gap qilganiga ularni har xil batnom bilan turmalarga soldi yoki xizmatlardan ayirdi. Ular biz Türkmenlarni tarixda misli ko'rilmagan darajada xorladi. Bizga hadisila vatanning birligiga qarshi chiqqan millatchi unsur degan qalpoqni kiygizib, bizni xohlagancha tutqun qildi. Xohlagancha darga osdi. Xohlagancha turmalarga mangulik qamavatdi. Xalq uzun muddat nodonlikda qolg'ashqa nimaning oq, nimaning qoraliqini obdan farq etolmadi. Farq etgan taqdirdimi ruslarning dahshatli tumir topini ostida beshini ko'tarolmadi. Amdilikda biz turkman erkaklari buni qarab turamdik. Ulug' Alloh bizni bu zamonga nimishqa opridi qilgan? Yeb ishsin debmi? Bizni hayvondek atidan kechgacha uxlasin debmi? Yo'q, hargiz undaq emas. Qudratli Allah bizni dinimizni qo'g'dash uchun, vatanimizni qo'g'dash uchun, qiz ayollarimizni qo'g'dash uchun yaratgan. Biz amdilikda o'zimizni erkak deyalamdik. Bichora onalarimiz bir non uchun rastlarda yalang oyoq tilamchilik qilmoqda. Yuvosh qiz singillarimiz bir tal yepinchi uchun ko'ch-ko'ylarda tenini sotmoqda. Biz ularga zodi nima qilib beraladik? Biz o'lsak Allohga nima deb javob beramiz? Deb kelsam, bo'layotgan bu nohaqchilikdan ichim qon yeringga to'lib ketaylik. Ularning bizga solgan zulmlarini so'zlabmi tugatkili bo'lmaydi. Sizlarga desam, balalar, bizning faqat birli chiqish yo'limiz bor. U bo'lsa-mu Turkmanistonning uzul-kesil mustaqilligi. Türkmen xalqining haqiqiy erkinligi. Biz mustaqillik uchun adoqqicha kurash qilishimiz kerak. Biz faqat mustaqil bo'lgandila ondan insoniy qadr-qimmatimizni topa olamiz. Undaqda biz mustaqil hur bo'lishimiz uchun nimalarni qilishimiz kerak? Buning to'g'ri javobi shuki, biz turkmanlar jini borlarimiz jinimizni, puli barlarimiz pulimizni, kuchi barlarimiz kuchimizni chiqarib ruslar bilan qarshilashishimiz lozim.
ularga qaqshatquch zarba berib, ularni ziminimizdan özül-kesil qo'g'lab chiqarishimiz lozim. Erkinlik, hürlik yo'lida bir tal süpürgini bo'lsa-mu qo'limizga elib, jihodga chiqishimiz lozim. Mana mushuning o'zi Allohning nazaridagi haqiqiy jihoddir. Mana mushuning o'zi haqiqiy namoz. Mana mushuning o'zi biz turkman musulmonlarning Alloh qilgan haqiqiy ibodatimiz hisoblanadi. Ballar Pashaxonning so'zlaridan ko'zlariga yosh elib, nayt ta'sirlandi va ruslarning qilmish atmishlariga g'azablanib, mushlarni tugib ketgan edi. Pashaxon so'zini davom qildi. Xo'sh, biz izchil bu hisobni elishni saqladik. Cho'ng bo'lishimizni saqladik. Lekin qaysi kuni harakatlar bizning allaqachon cho'ng bo'lganligimizni isbotladi. Biz endi buningdan ortiq cho'ng bo'la olmaymiz. Biz bugunni qadrlashimiz kerak. Biz 1 minut burun harakatga kelsak, bir nafar begunoh turkman fuqarosini 1 minut burun qutqizgan bo'lamiz. 1 daqiqa burun qo'limizni qurol olsak, mustaqillikqa 1 daqiqa yaqinlashgan bo'lamiz. Esinglarda bo'lsinki, sizlar hargiz oddiy odamlar emas. Mundaqcha qilib aytsak, Turkmaniston xalqining taqdiri bizning qo'limizda. Mushu yerda turgan yettimizning qo'lida. Shuning uchun biz buningdan keyin har qanday harakatni xohlagancha o'z oldimizga qilmasligimiz lozim. Yettimizning jini izchil bir yipga bog'lanib keldi. Buningdan keyinmi yana bir yipga bog'lanamiz. Navoda birimizdan chataq chiqsa, qolgan hammamizdan chataq chiqadi degan gap. Demakchimanki, qat'iy xohlagancha harakat qilishga bo'lmaydi. Yurginglar har qancha qizib ketsa-mu, qilmoqchi bo'lgan ishinglardan men yoki Tillaxon oldin xabar tepishimiz kerak. Bir tutash buyruqqa bo'ysunishinglar kerak. Navoda gapimga qoyil bo'lgan bo'lsanglar, menga va'da beringlar. Aka, xotirjam bo'ling. Biz endi xohlagancha ish qilmaymiz, deyishdi bolalar, deyishib olgandek tangli javob berib. Yaxshi birodarlar. Hozir sizlarga bir ishni uqtiraman. Pashaxon uksiga burilib qarab ishorat qilib edi. Tillaxon har bir bolaga 3 bo'g'moqdan pul taqsim qilishga boshladi. Atigandan boshlab biz hammamiz bir-birimizdan ayrilamiz. Qo'linglardagi pul sizlarning chiqiminglarga azod yetib oshadi. Har biringlarga birdan viloyat taqsim qilindi. Atidan boshlab o'zinglarga tava bo'lgan rayonga berib, xalq orasiga cho'ksizlar. Sizlarning o'qigan kitobinglar haqiqatan ko'p. Hamda ularni amaliyotga tatbiqlaydigan chog' keldi. Vaqtinglar faqat 1 yil. Bu 1 yil ichidagi vazifanglar bo'lsa, o'zinglarga tava rayondagi rus kuchlarining amaliy ahvolini, shundaqla ruslarga qarshi kuchlarimizning amaliy ahvolini yushirin egallash. Uningdan boshqa sharoiti borlar chavandozlik mahoratini puxtalanglar. Bo'lsa, mashina haydashni o'rganib olinglar. Bu jarayonda egallagan ahvolni qat'iy yiziqcha xotirlashga bo'lmaydi. Xotirlagan taqdirdami, cho'qim kallanglarga tizib olgandan keyin aslisini ko'ydirib tashlab etinglar. Ruslarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaysizlar. Sizlar faqat tijoratchi nomida yuqori vazifani o'rindaysizlar. Salohiyatinglarni qat'iy oshkorlashga bo'lmaydi. Kelar yili mush chog'da mush uyda ko'rishimiz. Ishlarda alohida o'zgarish bo'lib qolsa, biz sizlar bilan aloqa qilishimiz. Esinglarda bo'lsin bolalar. Bu vazifa qarmoqqa oddiy bo'lgani bilan amaliyotda oddiy emas. Vazifani o'ngishli o'rindash uchun qat'iy pulning ko'ziga qaramanglar. Pulning g'amini biz qilamiz. Buningdan keyingi harakatimizning o'ngishli bo'lish bo'lmasligi sizlarning mush qitimliq vazifani yaxshi o'rindash, o'rindamasliklaringizga bog'liq. Chataq yo'q aka, deyishdi bolalar to'lib tashgan ishonch bilan bir-biriga qarab. Shunda qilib, ularning qisqa yig'ini oxirlashdi. Bolalar bu vazifaga atlanganidan qattiq xushal bo'lib o'tdi.
Ular özlerini hikoya romanlardagi bosh qahramonlardek his qilishib, pullarni yanchiqqa selishguncha atiki safarning tayyorligi uchun rastiga menishdi. Atsi atiganda Pashaxon Tillaxon bilan bekatga bolalarni uzatqili chiqib, ular bilan quchoqlashib, birma-bir xo'shlashdi. Ondan uyga aldirab qaytib, uydagi mol-dunyoning o'ziga lozim bo'ladiganini elib qilib, qolgan qismini shaharga yaqin joydagi cho'ng mozorliqqa, ya'ni Bovsi Jaloliddin shayxning uyi bor mozorliqqa burunqi usuli bo'yicha ko'mib chiqdi. Atsi atiganda ular yangi plani bo'yicha poyezd stansiyasiga chiqib, o'ziga lozim bo'ladigan odamni izlashga boshladi. Poyezddan amni tushgan bir rus yigit so'mkasini ko'tarib uyoq-buyoq qarg'inicha ketib boradi. Shu chaqda beshiga qizil shapka kiygan, ko'zoynak taqib olgan bir turkman yigit poyezddan amni tushgan bu rus yigitning oldiga kelib, qizg'in salom qilib, qo'lini uzatdi. "Yaxshimisiz yigit?" dedi qizil shapkali ko'zoynak turkman yigit ravon rus tilida. "Yaxshimisiz?" dedi javoban rus yigitmi bu notanish yigit bilan qo'llanishib ko'rishib. "Moskvadan keldingizmi?" "Yo'q, Leningraddan kelishim. Siz?" "Ha, men bir yerlik muxbir. Menga sizning yordamingiz kerakdi. Bilmadim, yordam qo'lingizni suna olasizmikin?" "Sizga qanday yordamim kerakdi?" "Sizga udul da beray. Gazitxona boshlig'i menga bir mushkul vazifani ortib qo'yayotdi. Shahrimizda qadimiy ham cho'ng bir masjid bor edi. Ular menga shu masjidning butun naqsh o'yinlarini rasmga tortib chiq deyotdi. Boshlig'imiz bir rus millatidan edi. Biz turkmanlarning o'rib-odatini toza bilib ketmaydi. Men mush shahar tug'ilgan, uning ustiga uyim shu masjidga nihoyat yaqin. Men u yerda bu apparatni ko'tarib yursam, toza qamlashmagan ish bo'ldi. Bu ishlarni boshliqqa ayta olmadim. Vaqtida o'rindimsam, yeydigan nenimdan ayrilib qolaman-da. Shunga bu pulni sizga bersam, mening o'rnimda menga bir yordam qilsangiz qandoq?" Turkman yigit yenidan xilli jiq bir tutam pulni sug'urib, rus yigitning qo'liga tutqizdi. Turkmanistonga pul topqili kelgan bu rus yigit qo'lidagi buncha jiq pulni ko'rib, bu ishga qiziqib qolgan edi. "Oddiy bir ishkan-ku bu. Buningga shuncha tuzut qilish ketamdi?" dedi rus yigit hayron bo'lib. "Hey, birodar," dedi turkman yigit chiroyini purishtirib. "Siz bilmaysiz. Bu yerdagi yoshlar bu apparatni ishlatishni bilmaydi. Tortgan surat yaxshi chiqmasa, boshliqqa nima deb qarayman? Shunga bu bir nimani ishlata oladigan odam topmoq bek tez bo'ldi-da. Chatoq yo'q. Mening bu yerga tunji kelishim. Yilqi masjidni menga ko'rsatib qo'ying. Men qo'lingizdagi bu nimaning tilini obdan bilaman," dedi rus yigit turk yigitning qo'lidagi apparatni qo'liga olib. Ular shunda qilib, udul Avad rastidagi xalliq masjidning oldiga yetib keldi. "Yetib keldik," dedi muxbir yigit apparat ko'tarib olgan rus yigitga qarab xushal bo'lgan holda. "Har bir naqshni 3 parchadan torting. Birimikan bo'lmasin. Pulni oz ko'rsangiz, ish bitganda yana qataman. Muni xaltada zapas negativ bor. Haras, beshingizga bu qizil shapkani kiyib oling. Musulmonlar boshdoq odamni yoqtirib ketmaydi." Muxbir yigit beshidagi qizil shapkani rus yigitning beshiga kiygizib qo'yib, bu yerdan ketib qoldi. Rus yigit apparatni bo'yniga esib, masjidning ichiga kirib, masjidning tam to'g'risidagi har xil rangli naqsh gullarni vashildatib tortishga boshladi. Bu vaqt kishilarning dal peshin namozidan yeniyotgan chog'da edi. Masjiddan yeniyotgan kishilar beshiga qamlashmagan rangdagi shapka kiygan bu rus yigitga ajablanib qarshib, ichida bir nimalarni deyishyotdi. "Tova, bu rusning kiygan shapkasini. Ayol kishidek qizil bijnimini kiyibdi-ku bu. Bizning masjidimizni rasmga tortib nima qiladigan-da endi? Nima qiladi bu xalq? Masjidimizni yiqib etishning ko'yida bo'layotganda shu."
Hay, ətrafqa qarab gap qılыңlar. Muxbir degan türkmenchini obdan biladigan. Ağzımızdan balağa qalmaylı yana. Kişiler özünün resim tartış işi bilen meşgul buluvatkan Rus yigitke keynidan qarashqinicha chiqib ketishdi. Masjiddagi naqsh oymalar nayt ko'p edi. Rus yigit uzun bir vaqtda bu ishni tamamlab masjidning oldiga chiqdi. Elqi Türkmen muxbir yigit masjid oldida uni saqlab turgan edi. U yenidan yana azroq pul chiqarib, Rus yigitga rahmatini bildirib, uning bilan xo'shlashdi. Kechda xonliq masjidga kelib, xubtan namozi o'qiydigan kishilar intayin ko'p edi. İmam qiroatni tugatib sajdaga borganda masjidning hovlisida var-vur ovozlar anglanib ketdi. Mush tapda bir qizil shapkalik yuchun odam masjidning hovlisidagi gilamga benzin chechib o't qo'yotdi. Sirtdan namozga kechikib kelgan bir qanchaylan bu sarangning qilmishini ko'rib, uningga vaqirab etilgan edi. Qizil shapkalik yuchun odam ruscha bir nimalarni deb vaqirganicha ushqandek yugurib qochib chiqib ularning changilidan qutuldi. Onunğa etilgan bu adamlar o't yalqinining yamrab ketmasligi uchun bu yuchun odamni qo'g'lashdan voz kechib, kuyayotgan gilamlarni so'rguncha masjid hovlisiga ochiqib o'chirishga boshladi. Angacha qari imommu attahiyatuda uzun o'ltirolmay, ikki yeniga aldirab salom qilib, jamoatni boshlab hovliga chiqib ulgurdi. Qaysi murtad davziqning ishi bu? Allah'ның uyiga o't qo'ygan bormi? Dedi imom g'azabdan titrab. O'tni o'chirayotgan yiliqi bir qancha kishi imomning oldiga bir qizil shapkani ko'tarib kelib, bas-basda ahvolni doklad qilishga boshladi. Sirtdan kirishimizga bir sarang bu gilamlarga o't qo'yib etibdi. Tutib olayli desam, u kafir ajoyib chaqqan nimikan qechib chiqib ketdi. Qarasak, sepi o'zidan ruskan. Texi rus tilida bizni bir nimalarni deb tillayotdi. Aldirashchilikda beshidagi shapkasini tushirib qo'ydi. Bizmi o'tning oldini olish uchun uni bek qo'g'lab ketmadik. Bo'lgan ahvol mushu deslar axunim. Cho'qim ashu tushdiki qizil shapkalik rusning ishi. Bu shapkani men uning beshida ko'rgan, dedi jamoatning orasidagi Tillaxon gapni ulg'aytib. To'g'ri, menmi ko'rgan? Shuning beshidimi mushundaq shapka turadi. Cho'qim ashu rus muxbirning ishi, dedi yana biraylan. Imom axunim rusning ishi deganni anglab, g'ulg'uli qilishayotgan jamoatni besiqtirdi. Hay jamoat, gumon iymonni qochirur debdikan. Har nim bo'lsa, o'tni vaqtida o'chirib oldik. Qolgan gapni ati deyshayli. Hammanglar taqilinglar. İmamның jamoat orasidagi inovati nayt cho'ng edi. Jamoat imomning gapini bo'lib etolmay gudung'shig'inicha masjiddan ayrilishdi. Aslida bu qizil shapkalik odam Pashaxonning o'zi bo'lib, u bu o'tni ma'lum maqsad bilan qo'ygan edi. Chunki Turkmanistonda mundaq bir ish umumiy yuzlik odatga aylanib qolyapti. Zulm shuncha kuchayib, adolatsizlik zimini bir algan bo'lsa-mu, mihrobda o'ltirib olgan kalta mollalar xalqqa izchil podshohning amriga bo'ysunmoq vojibdir. Hamma ish lavhul mahfuzga mushundaq bitilgan. Ruslar masjidlarimizni yangilab zilchi gilamga to'ldirdi degandek tashviqotlarni kuchaytirib, jamiyatning nisbiy muqimligiga kapolatlik qilyapti. Xalq o'z ko'z bilan ko'rgan nohaqchilikqa nisbatan g'ulg'ul qilishganda, ular tap tortmasdan Allah sabr qilg'uvchilar bilan billa degan oyatni burmilab misol keltirdi. Mana mushundaq mihrob tashviqotining ta'sirida bu zimindagi ko'pincha musulmonlar qo'yning qo'zisidek yuvashlashib, hamma ishni Allohga qo'ydigan darajaga berib, vatanning mustaqilligi, millatning ozodligi to'g'riliq hech qanday fikr tafakkur qilmaydigan, zulmga qarshi harakat qilishni xiyoliga keltirmaydigan darajaga berib qolyapti. Hatto oz sondagi zulmga qarshi chiquvchilar ruslarning qo'g'lab zarba berishidan qochib, masjidning hovli o'gzillarida panohlanib, qo'nib qolgan chaqlardami jamoat bularni qurshab tutib olib, soqchilarga topshirib bergan ahvollarim bo'lyapti.
Şunun üçün Paşaxan bu g'amsiz musulmonlarga ruslarning zodi qandaq odam ekanligini amaliyotda bir bildirib qo'yish hamda bularning uxlab yotgan vijdon g'ururini g'idiqlash uchun bu masjidga o't qo'yish harakatini ruslar ko'chasidagi o't ketish voqeasiga o'ylab planlagan edi. Atsi bu gap ig'izdan ig'izga tarqalib, butun shaharda g'ulg'ul qo'zg'adi. Mushu ishning ta'siridan bo'lsa kerak, bugungi xalq masjidga juma namozi o'qig'ili kelgan jamoat odatdagi chog'dagidanmi ko'p yig'ilgandek turadi. Kishilar o'zaro quloqlarini yiqib kusurlashib, bu o't qo'yish voqeasini to'xtamay analiz qilishyotadi. Imom bo'lsa, kutilmagan bir ishning yuz berib qolishidan ansirab, bugungi vaz-nasihatni qisqartib, xutbaga baldurli chiqib oldi. Namoz o'qilib, duolar qilindi. Dal mush paytda masjid hovlisida ko'zoynak taqib olgan, peshonasidan nur yig'ib turadigan, beshiga chiroyli salla o'rib olgan bir yosh qari yigit jamoatga bir ishni unlik murojaat qilyotdi. "Hey aziz musulmonlar, jahon zodi nima ish bo'lib ketdi?" dedi qari yigit unlik ovoz bilan uyga mengishga tamishlayotgan butun jamoatni to'xtatib. "Oqshom bu ruslar bizning masjidimizga o't qo'yishga tamshaldi. At yana nima ishlar yuz berdi? Hukumat ruslar ko'chasidagi o't ketish voqeasini bizdan ko'ryotdi. Ular bo'lsa butun tekshirishni bizga qartyotdi. Shunga ruslar bizdan o'ch olmoqchi. Hukumat ruslar ko'chasidagi o't qo'yuvchilarni tizdan tepib chiqib, bu ziddiyatni hal qilish kerak. Qaranglar bu gilamga." Ang'ishtullaxon tarit elish uyining bulg'oq tiqib qo'yilgan, yerim kuyib ketgan gilamni so'rab ochqib, jamoatning oldiga tashlab, qari yigitning so'ziga loqma soldi. "Shundoq jamoat, ular bizni nim ko'ryotdi. Bugun biz masjidimizning ko'yishiga qarab tursak, at ular bizning Qur'onimizni ko'ydirdi. Uning atisi xotin singillarimizni ko'ydirdi. Biz turkman musulmonlari oxiratda Allohga nima deb javob qaytaramiz?" Jamoat boshlarini lang'ishtib, qattiq g'ulg'ul qilishga boshladi. "Bu yigit to'g'ri deydi. Shundoq, biz endi qarab tursak, bizni musulmon degil bo'lmaydi. Hukumat o't qo'yuvchini tepib chiqishi kerak. Allohning uyiga o't qo'yuvchini chamma kesak qilishimiz kerak." Masjid hovlisidagi jamoat bargan sari ko'payib, g'ulg'ula zo'r yeyishga boshladi. Shu chaqda imom Axunim yugurib chiqib, jamoatga gap qilib, ularning muzokarasini to'xtatmoqchi bo'lib edi. Paşaxon buni his qilib, Tillaxonga ishorat qilib qo'yib, unlik ovoz bilan so'zni davomlashtirib, jamoatning diqqatini o'ziga tortdi. "Hey musulmonlar, bizning toqatimizning bu cheki bor. Biz har qancha parvosiz bo'lgan taqdirdami, masjidimiz bilan Qur'onimizni qo'g'dishimiz kerak. O'zini haqiqiy musulmon erkak degichilar bo'lsa, men bilan menglar. Biz shaharlik hukumatga berib bu ahvolni ma'lum qilaylik. Ular bizga buni tushundirsin." Bu chaqda Tillaxon imom Axunimning yeniga aldirab berib, yenidan bir bog'lam pulni elib, uning qo'liga sundi. "İmam Axunim, u yoqqa kelsizlar. Buni Makkadik atam sizlarga atab avatgan edi. Yaqinda atam sizlarni tushida to'la ko'rib, sizlarning salomatliklaridan ansirab qopti. Oldimizdagi oyda sizlarning hajiga boradigan ishlarini atam o'zi hal qilgudek. Butun chiqimini o'zim ko'tiraman deydi," dedi Tillaxon imom Axunimning yengidan tortqunicha masjid ichiga kirib. İmam Axunim buncha jiq pulni ko'rib, uning ustiga hajiga boradigan gapni anglab, masjid hovlisidagi varang-churung bilan kori bo'lmay, Tillaxonning keynidan yejib mangdi. "İmam Axunim, bu yerda mit qilmay to'sizlar. Asli bu puldan 5 bo'g'moqni atam sizlarga avatibdi ekan. Qolgan 4 bog'lamni akam yeniga selib olgan edi. Jindek turib to'sizlar. Omonatni vaqtida berib o'tay." Tillaxon shundoq deb qo'yib, masjidning hovlisiga yugurdi. İmam Axunim osmondan yoqqan bu boyliqning xushalligida turgan yerida chekitdek turaverdi. Angacha hovlidagi jamoat cho'ngdan kichikcha
La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh deyishgunicha yosh qari yigit Pashaxonning keynidan agashdi. Shaharlik hukumat bilan xonliq masjidining orliqi piyoda yarim soatlik yo'l edi. Jamoat yo'l bo'yi ovozini qo'yib etib, Allohu akbar degan kalimani shuar qilib to'g'lab mang'ashqa, boshqa masjidlardagi jamoatmi safga qaytilib, cho'ng yo'lga patmay qolishdi. Kishilar shaharlik hukumatga saldek eqishqa boshladi. Safning beshida Pashaxon qatorliq bir qancha yosh yiliqi yerimi kuyib ketgan gilam bilan qizil shapkini egiz ko'tarib olishgan edi. Shaharning amonlik saqlag'uchi ko'cha chorlash qismlari bu zamonda azaldan bundoq ko'p namoyishchi qo'shunini ko'rib boqmagan edi. Ular buni ko'rib, aloqazodi bo'lganidan qo'rqishib, bosh shtabga telefon qilib ulgurdi. Ko'ch-ko'ylardagi ruslar do'konlarini taqishib, uylarga mukishib, jinini saqlashning ko'yda aloqazodi bo'lishdi. Yo'l yerimdan oshganda Tillaxon oldida yo'l boshlab mengayotgan Pashaxonning yoniga yugurib berib, "Anam bo'lolmay qoldi. Cho'nglar seni anam bilan rozilashvasin deydi" deb aksini sapdan ep qoldi. Shunda qilib namoyishchi qo'shuni qiyni qiziqlardan bir qanchasi boshlab mengayverdi. Ular shaharlik hukumatning oldiga borganda sonsiz qurolliq rus askarlar taq bo'lib, ularning oldini to'sdi. Birdamlik suhbatdan keyin shahar boshlig'i Ilohun Hoji cho'ng kanayda so'z qilib, masjidga o't qo'ygan jinoyatchini atigangacha tutib aniq javob berdiganligini, jamoatning xotirjam uyga qaytishni talab qildi. Aqko'ngil shahar jamoati ruslarga bakli ishonmadi. Shunda qilib ular o'zlarining bu g'alabasidan xo'sh bo'lishib, darhol uylariga taqashdi. Kech bo'lib namoz shamdan oshganda 30-40 ta harbiy mashina xalliq masjid atrofiga yig'ilib, mush mahallaga tava 15 yoshdan yuqori, 60 yoshdan tuvan erlarning hammani mashinaga to'g'u bosgandek besib, saqchi idorasi tarafga elib mangdi. Shahar ichining yo'llarida saqchi mashinalarining oyog'i kecha-kecha uzilmaydi. Ruslar oldi-keyni bo'lib, bu qitimliq arz qilish namoyishiga qatnashgan ommadan 1,5 mingga yaqin odamni tutib, haftigacha so'roq qildi. Turma odamlarga to'shib patmaganlari harbiy gazarmalarga solandi. Savol so'roq shundoq tez, shundoq qo'rqinchli bo'ldiki, bir haftadan keyin bu odamlarning hammasi asosiy jihatdan qo'yib etilgan bo'lsa-mu, yegan tayoqning zarbasidan ular bir-birini to'niyolmagandek bo'lib ketishgan edi. Ruslarning adil siyosatidan rozi bo'lib kelayotgan xalq ammasi tuyuqsiz o'ziga qilingan bu adolatsiz muomaladan hang-tang qoldi. Ulardan og'rindi. Oxiri qaytadan fikr qilib o'ylanib, o'zlarining ruslarning aldam xalqqa tushganligini bilib yetishdi. Masjidning o'ksisiga panohlangani kelgan siyosiy jinoyatchilarni ruslarga tutib bergan yilqi bir to'p jamoat bu qitim harbiy va saqchilarning tayqini o'lgidek ko'nglida "Tov xudoyim, yilqi biz tutib bergan jinoyatchilarni bular mushundoq o'lganmidi? Bundaqligini bilgan bo'lsak, hargizmi tutib bermagan bo'larkanmiz" deb yoqasini tutishdi. Amaliyotda u siyosiy tutqunlar shu kechidagi so'roqdala tayoq zarbasidan allaqachon o'lib qolgan edi. Yoki bo'lmasa mangulik majroh bo'lib qolgan edi. Pashaxon bilan Tillaxon o'ttir yo'lda sapdan ayrilgandan keyin shu vaqtning o'zidala shahardan ayrilib, qo'shni bir noyining tog'liq yesida hafta turib qaytib keldi. Ular shaharga qaytib kelgandan keyin ruslarning turmusida bir hafta tayoq bilan savdalib chiqqan hukumatning adil siyosatining rozimanlaridan bo'lgan musulmon jamoatining ruslarga nisbatan boshqacha bir fikrda bo'lib qolganligini his qilishdi. Demak, ruslar bu qitim o'zlarining tili bilan dilining bir emasligini amaliy harakati orqali shahar xalqiga isbotlab, sut uyqudagi necha ming odamni bir haftada uyg'otib chiqqan edi. Aradan bir yil o'tib, har qaysi viloyatlarga vazifaga ketgan bolalarning yig'iladigan vaqti yaqinlab qolishdi. Pashaxon bilan Tillaxon bu bir yil ichida shaharlik saqchi idorasining oldidagi do'qnishdan bir yerdagi
10 oilelik shaxsiy turalg'ini qimmat bahoda setib olib, o'rniga 10 yog' pishiqlab ishlaydigan bir kichik zavodning jiddiy tayyorligini qilyotdi. Zavodga kerakli uylar бүтүп, mashina aslahalar qurashtirilish oldida turadi. Ballarmı deyishib qo'ygandek, oldi kayni bo'lib 2 kun ichida yig'ilib bo'ldi. Qalandarlar ko'chasidagi bu ko'ni uy qaytadan jonlanib, qaynam toshqinlikqa to'ldi. Ballar kichigidan bir uyda cho'ng bo'lg'achqa, bir-birini bakla seg'ingan edi. Bu bir yilda oldi 18 ga, kayni 17 lar kirib qolgan bo'lg'achqa, amdil xat tatgan yumron burt soqollari ballarning chiroyini o'zgartgan edi. Ular kechicha beshidan o'tgan qiziq ishlarni deyishib, qizg'in parang ichida tuzuk uxlayolmadi. Әтісі andın әтігенді Paşaxanның hujrasiga kirib, bir yillik qilgan xizmatlardan qisqacha doklad berdi. Balalar bu qitim haqiqatan g'alaba bilan qaytib kelgan edi. Paşaxan bilan Tillaxon balalarning vazifani o'rindash ahvolini anglagandan keyin balalardan bakla rozi bo'ldi. Paşaxan balalarni yangi zavodga boshlab apirib, zavod o'ylisining keyniga har bir balaga atab selingan munchilik uylarning ochqichini bir-birlab taqatdi. Yataq ichidagi uy jihozlaridan boshlab yotgan ko'palargacha yangidan bir tutash setib olingan bo'lib, balalar buningdan bakla xush bo'ldi. Shunday qilib, kechda bu yangi turalg'uda qisqacha yig'in ochildi. Yigitlar, bugundan boshlab bu zavod bizning yangi turalg'imiz bo'ladi, dedi Paşaxon balalarga unlik jakarlab. Zavod mushu 1-2 kun ichida ishga tushadi. Zavod ishlaydiganlar faqat mushu 7miz. Hozircha biz un tortish zavodini lamangdirmiz. Esinglarda bo'lsin. Amaliyotda bizning qiladigan ishimiz boshqa. Hozir hammanglar taqilib, o'zinglarning yotog'idagi munchaga kirib, g'usl tahorat elib chiqinglar. Sizlarga deydigan muhim gapim bor. Balalar yana nima xushallik ish bo'lar degandek aldirab, o'zlarining yotog'iga kirib ketishdi. Birdamdan keyin balalar ishlarini tugatib, Paşaxonning hujrasiga yig'ilishdi. Yigitlar, bugun biz bu yerda muhim bir ishni qaror qilamiz, dedi Paşaxon balalarga keskin qilib. Vatan mustaqillik uchun kurash qilishni xohlaydiganlar, erkinlik, hurlik uchun jinini pido qilishni xohlaydiganlar o'rninglardan turinglar. Paşaxonning so'zi tugmasda balalarning hammasi birdek o'rnidan turishdi. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Tillaxon, yigitlarimizning qo'liga Qur'onni bering. Tillaxon darhol oldin tayyorlab qo'yilgan Qur'onlarni yigitlarning qo'liga birma-bir tutqizdi. Qo'limizdagi ilohiy mo'jiza Qur'on bilan qasam qilamizki, osmon zaminning egisi bo'lgan ulug' Allohning nomi bilan qasam qilamizki, biz bugundan boshlab Alloh yo'lidagi haqiqiy aka-uka inilardan bo'ldik. Paşaxon ukisi Tillaxonga qaradi. Tillaxon akisi Paşaxonning so'zining oxirini urg'uliq qilib takrorlab yigitlarga qaradi. Yigitlarmi Tillaxonning aytgani bo'yicha biz bugundan boshlab Alloh yo'lidagi haqiqiy aka-inilardan bo'ldik deb Paşaxonning qasam so'zini unlik takror qildi. Paşaxon so'zini davom qildi. Alloh yo'lida, vatan yo'lida oxirigacha kurash qilamiz. Yigitlar tang aytishdi. Tashkilotimizning nomi Turklar ittifoqi. Tashkilotning buyrug'iga qat'iy bo'ysunamiz. Vatan mustaqil bo'lmag'icha kurashni qat'iy to'xtatmaymiz. Yigitlar hayajonlanganidan past ovozda tang to'lashdi. Qur'on bilan qasamki, Alloh yo'lida, vatan yo'lida, tashkilot yo'lida jinimiz pido. Qur'on bilan qasamki, Alloh yo'lida, vatan yo'lida, tashkilot yo'lida jinimiz pido. Oq-oqidan qasamlar berildi. Qasam so'zi tugadi. Paşaxon qo'lidagi Qur'onni mayitisiga chang besib turib, yigitlar bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi. Yigitlarmi bir qo'lida Qur'onni mayitisiga chang besib turib, yana bir qo'li bilan Paşaxonni navbat bilan quchoqlab chiqdi.
Bu kecha yigitlar o'zlarining bir tashkilotining bo'lganligidan faxrlanib, kelgusidagi qaynoq kurashlarni xiyol qilib, hayajonlangandan qildak to'lg'inib uxlay olmadi. Zavod ishga kirishtirilib, yigitlar rus texnikning o'rgatgani bo'yicha ishga tushib ketishdi. Oldidagi bir oyda yigitlar beshini ko'tarmay ishladi. Yerlikdagi munosabatlik amaldorlar bularning zavodini tabriklab, bu yerni ekskursiya qilib, lavha beg'ishlimlarni taqdim qilishdi. Keyincha yigitlar kunduzi ozroq ishlab qo'yib, kechdagi yer osti uyga kirib, tashkilotning tunji bergan vazifasini o'rinlashga boshladi. Paşaxon tashkilot nomida, ya'ni Turklar ittifoqi deb atiladigan bir oylik gazet chiqarib, bu gazetni butun Turkmaniston rayonida zo'r ko'lamda tarqatmoqchi bo'lgan edi. Ular maxfiy yer osti uyiga 3-4 shpiggraf, bir qancha turkmancha ham ruscha xat urush mashinasi qatorliq lozimatliklarni qo'yib, kirish eg'izini nihoyat maxfiy holda un saqlaydigan omborga ustalik bilan o'rinlashtirdi. Tunji qarorliq gazet putib, butun Turkmaniston rayoniga yetkidak tirajda 2 oy vaqt ichida besib chiqildi. Uning stoni asosan mundaq 2 mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, biri Türkmenlarga xat degan mazmun edi. Buningda rus tajovuzchilarining Turkmaniston rayonidagi zo'rliq zumbuliqlari, bulan tarajlari oddiy misollar orqali fosh qilinib, Turkman xalqining qo'liga ori to'qmoq bo'lsa-mu mustaqillik ko'rish qilishning zo'rligini o'ttirib qo'yilgan edi. Bu gazetni ko'rgan har qanday bir turkman fuqarosining qallasida ruslarning adolatsizlikka to'lgan qilmish atmishlarga qarta g'azablanish tuyg'usi va ularning zulmiga qarshi dastlabki qadamni ko'rish engi paydo bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa ruslarga xat degan mazmun bo'lib, bu rus va turkman tilida besilgan edi. Buningda asosli rus fuqarolarining Turkmanistondan chiqib ketishining zarurligini, rus hokimiyatining bu zamonda pat arda urush patqiga petib qolganligini, begunoh rus fuqarolarining bu yerdan balduroq ketmasa, bu urushning qurboni bo'lib, Turklar ittifoqi tarafidan behuda o'ldirilganligini, rus hokimiyatining hargizmi rus fuqarolarining Turkmaniston zimindagi jismoniy va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilolmaydiganligini, Türkler ittifaqı a'zolarining butun Turkmaniston rayoniga keng tarqalganligini, buningdan ilgirki bo'lib o'tgan hukumatga qarshi hamma harakatlarning Turklar ittifaqi tarafidan tashkillik elib berilganligini, rus hokimiyatining bo'lsa ta hozirgacha buningga aniq bir javob berolmaganligini, hamma ishlarni amaliy paket misollar orqali tafsiliy tushuntirib gazetga besdi. Buni ko'rgan har qanday bir rus fuqarosi atil urush portlaydigandek bir xil sezimga kelib qolib, o'z zamonlarini setib, o'z vataniga balduroq ketishni xiyoliga kelib qolib. Gazetlar dastlabki qadamda 6 rayonga bo'lindi. Paşaxon bilan Tillaxon bir bo'lakni Ostonaga olib qoldi. Qolgan 5 bo'lakni 5 yigit o'zi burun mas'ul bo'lgan 5 viloyatga olib mangdi. Her bir viloyatning gazeti necha 100 mingdan million parchagacha bo'lib, har bir viloyatga taqsim bo'lgan gazet qora mashinaning to'chida bir to'chay atrofida keladi. Ular bu gazetlarni tuplab, yaxshi tangandan keyin atrofini yotgan ko'plar bilan puxta o'rab, paxta bilan yuzini yepib, boklat qilingan paxtaga o'xshatib, yuk to'shiydigan qora mashina bilan har qaysi viloyatlarga maxfiy yetkazdi. Gazetlar manzilga yetib borgandan keyin buningga mas'ul yigit oldi bilan gazetlarni o'zi burun ijara olgan uyga tushirdi. Ular oldingi bir yilda vazifa o'tash jarayonida o'zlarining vazifasiga asosan shu viloyatga tava har qaysi nahiyalarga berib siyosiy jinoyatchi deb ruslarning turmusida yotgan yoki yurtda ruslarning zulmiga qarshi az-to'la harakat qilgan va yoki kishilarni uyg'otish tarafdorida tashviqiy tarbiya olib borgan ilg'or fikrdagi diniy zotlarni surishti qilib, ular bilan ko'rishib, do'stlik o'rnatib qo'ygan edi. Bundaq haqiqiy musulmon kishilar yurt-yurtlardan tepiladi. Bu qitim yigitlar tashkilotning bir tutash o'rinlashtirishiga asosan gazetlarni har qaysi nahiyalarga taqsimlab, tegishli gazetni oqshom al-yotqa bo'lganda shu nahiyadagi munosabatli kishilarning turalg'isi oldiga tushirdi.
Yigitlar beshiga kiyimi chach va ko'ziga aynak taqib olgandan keyin darvozani yenik chekdi. Eshik ochildi. "Assalomu alaykum", dedi yigit eshikni ochgan tonish odamga qo'lini uzdi. "Va alaykum assalom mehmon. Qani, uyga kirayli", dedi uy egisi oldidagi bu kishini toniy olmay, uni ichkiridagi uyga boshlab. O'zlariga deydigan jiddiy ham maxfiy bir gap bor edi. Bu gapni anglashga tavırlar barmikin qarindishim? Allah uchun yurgim pida. Qani ayting. Men dinimiz uchun, vatanning mustaqilligi uchun, Türkmen millatimizning hurligi uchun yangidan qurilgan Türklar ittifoqi tashkilotining mushu rayondagi vakili bo'laman. Hozircha ismimni demay turay. Qo'limda tashkilotimizdan chiqargan muhim bir gazeta bor edi. Oldi bilan bu bir parchasini o'qib beqing. Uy egisi eshikni taqib o'tgandan keyin gazetani tafsiliy ko'rishga boshladi. Bu bek yaxshi ish bo'pti. Bizning xalqimiz ma'naviy jihatdan yetaklanishga muhtoj edi, dedi uy egisi gazetani to'liq ko'rib bo'lib hayajonlangan holda. Biz bu gazetni butun Turkmaniston xalqiga o'xshash bir kunni birla vaqtda tarqatishimiz kerak. Allah yo'lida bu ishga yordam qo'lingizdan sunarsizmi? Qanchalik chiqim ketsa mayli. Chatoq yo'q, buningga mening amalim bor, dedi uy egisi notanish odamning qo'lini ching siqib turib. Bu hammamizning majburiyati. Xohlasanglar tashkilotinglarga menmi a'zo bo'lsam. Buni men avval yuqoriga yetkazay. Shundaqdimi bu pulni qabul qiling, dedi yigit bir bog'lam pulni yanchiqdan elib uy egisiga sungach. Bu yuqorining talabi. Hamını bir ishlarga lozim bo'ladi. Sizning rostli qo'lingizdan kelamdi. Xotirjam bo'ling qarindishim. Mening yurgim vatan ishqida harining kuniga bo'lib ketgan odamman. Tashkilotinglarning talabi shundoq bo'lgan bo'lsa, men bu pulni ep qolay. Bu bir o't pul. Ishiltadigan yer hamını chiqadi. Ayting, qachon, qaysi vaqtda taqitimiz? Aldığımızdaki cümadan keyinki yana bir cuma kunligida bu kuni bozor kunigu cuma namozdan keyin tarqatishni boshlaylik deyli. Sizning chatoq yo'qdi? Cuma kunligida dang. Uy egisi birdan o'ylanib qoldi. Chatoq yo'q. Emas shundoq bo'lsin. Xotirjam bo'ling, vazifani o'ngishli o'rindayman. Bo'ladi emsa, bu rayonning ishi sizga ketdi. Allahida o'zgarish bo'lib qolsa, sizga vaqtida o'qitirman. Yigit bilan uy egisi bog'langan gazetlarni qaznoq uyga yo'tkab, bir-birining qo'lini ching siqishib turib xo'shlashdi. Boshqa viloyatlarga mas'ul bo'lgan yigitlarmi yuqoridagi usul bo'yicha ish ko'rib, planning birinchi qadamini nihoyat o'ngishli bosdi. Gazetni taqitadigan juma kunimi yetib kelgan edi. Cuma kunligi bütün Türkmenistanning har qaysi nahiya shaharlarida cho'ng bir bozor bo'ladi. Kishilar haftada bir keladigan bu cho'ng bozor kunini qo'ldan berib qo'ymay, oiladagi ulug' ushoq hammaylar narvig' besib bozorga akirganchilik qiladi. Cuma namozi o'qilib, kishilar masjiddan chiqqanda, masjidning oldidagi yo'llar bu gazetlar bilan to'lib ketgan edi. Gazetning cho'risidagi arabcha La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kalima nihoyat cho'ng qilib besilgan bo'lg'ashqa, bu gazetni ko'rganlik odam qo'liga ilib oladi. Chunki bu kalimani dastlab solsa nihoyat cho'ng gunoh bo'ladi. Shu sababdan kishilar inglishgunicha bu gazetni talishib yerdan terib oldi. Savodi borlar shu maydonda o'qib, yanchiqqa mahkam tiqdi. Savod yo'qlari maktabdagi bolalarga o'qitish uchun qo'yniga ilib soldi. Bu bir kunida ashliq sotadigan bozordan boshlab, rahbar sotadigan bozorgacha, malvaron bozordan boshlab, oshxona, navoiylarning oldigacha bu gazet zo'r ko'lamda taqitildi. Bu gazet bu bir kunda butun Turkmanistonning shaharlaridan boshlab, yezi sahrolarga to'liq yetib borganchilik qildi. Avam puhralar gazetni o'qib, bir-bir bilan pisirlashib, bir nimalarni deyishib, boshlarini lang'ishtishadi. Kashiflari do'qmish-do'qmishlarda bo'ladigan qiziq parangning temisi mushu gazetdan boshlanadigan bo'ldi. Rus puhralari bu gazetni ko'rib,
o'zlari turishliq nahiye shaharlarning hukumat darvozasining oldiga yig'ilishib, hukumatning bu gazetga qarata tushuntirish berishini talab qildi. Har qaysi saqchi idoralarga yuqoridan kelgan buyruq telefonlarining oyog'i uzilmay yotadi. Nurg'un saqchi idoralarining davlat bexatarlik xizmatiga mas'ul turkman saqchi amaldorlarining vazifasi elib tashlandi. Bu qitimliq gazetning qudratqullik xarakteri intayin og'ir. Pash qilingan ruslarning qilmish atmishlari amaliyotga nihoyat uyg'un. Uning ustiga gazetning qoplanish doirasi odatdan tashqari keng bo'lg'achqa Rus hukumatı o'zini qo'yg'ili yer topolmay qolib. Saqchi taraf bu Türkler ittifoqi to'g'riliqmi hech qanday yip uchiga erishamadi. Keyin 1-2 naydagi gazet tarqatquchilarni pash qilib tutib olgan bo'lsa-mu, lekin tutilg'uchilar bu qitimqi harakatda kimning o'zlariga yetakchilik qilganligini obdan bilmagachga, saqchi taraf haqiqatan amalsiz qoldi. Ular tekshirish, tintish xizmatlarini butun mamlakat xarakterlik elib borgan bo'lsa-mu, bu tashkilotning bosh shtabining nadligini, a'zolarining kimlar, qancha odam ekanligini, gazetlarni qayerda bosadiganligini zodi bilolmadi. Rus taraf xoin ishpiyonlarga ajratadigan chiqimni hassalab ko'paytgan bo'lsa-mu, yanada hech qanday natijaga erishamayotdi. Mush qitimliq gazet tarqatish vaqasidan keyin Turkmanistonning muqimligi bir oz tavrab qoldi. Yurt-yurtlarda saqchixonlarga o't qo'yish, saqchi askarlarga hujum qilish, rus fuqarolarini o'ldirish, milliy munofiqlarni qaslash qatorliq bir qator Rus hokimiyatiga qarshi harakatlar paydo bo'lyapti. Uning ustiga bu bir qator harakatlarni elib borg'uvchilar o'zlarini Turklar ittifoqining a'zolari deb olg'ashqa, hukumat qattiq sarosimga tushib, turkman fuqarolariga bo'lgan besim va nazoratni hassalab kuchaytirdi. Arg'amchini to'lg'a versi uzilganidek, tinch uxlab yotgan bu xalq orqa-orqadan o'zlariga bo'layotgan besim tufaylidan o'zligidan uyg'onishga boshlab, qarshilik harakatlari barg'ansir ko'payishga boshlagan edi. Ko'zni yumib ochqucha oradan 2 yil o'tdi. Bu jarayonda Turklar ittifoqi Turkmanistonning mustaqillik uchun nurg'un harakatlarni olib bordi. Bu tashkilot Turkmaniston ozodlik harakatining boshlamchi ko'znak tashkiloti bo'lish sifati bilan tashviqot varaqi tarqatish, qarallik gazet chiqarish ishlarini qat'iy to'xtatmadi. Ruslarga qarshi har qanday kallasi joyida bir odam Turklar ittifoqining harakatini qo'lidan kelishcha qo'lladi. Bu tashkilotning to'plagan boyligi azaldan mo'l bo'lg'achqa, tashkilot parda oqsida o'zining kimligini bildirmasdan ruslarga qarshi harakat qilguvchilarni iqtisodiy jihatdan zo'r yordam bilan ta'minladi. Shuning bilan tashkilotning har qaysi rayonlardagi harakati va innovati barg'ansir zo'r ishga boshladi. Turklar ittifoqining a'zo taraqqiy qildirishdagi birdan-bir alohidligi tashkilot a'zolari o'ziga bosh bo'lg'uchining kimligini bilmaydi. Navada bu tashkilotning a'zosi yana bir a'zo qabul qilmoqchi bo'lsa, tashkilotning tuzumiga asosan tashkilotga kirmoqchi bo'lgan odamning tegi-taktini yaxshi surishtirgandan keyin a'zo qabul qilguvchi o'zining salohiyatini yushirgan asosda uningga yangi vazifa topshiradi yoki uning harakatiga yetakchilik qiladi. Ondan uning vazifasini o'rinlash ahvoliga asosan uning a'zolik salohiyatini bekitadi. Yangi a'zolarning 20 yilgacha a'zo qabul qilish salohiyati bo'lmaydi. Tashkilotning rasmiy a'zosi eng ko'p bo'lganda 3 dan 5 ga qadar a'zo taraqqiy qildira oladi. Mana mushundoq koni a'zolar faqat o'zining yetishtirgan a'zosini biladigan, lekin a'zolarining yangi yetishtirgan a'zolarini bilmaydigan. Bir a'zo o'zining xizmatlariga yetakchilik qilayotgan mas'ulning kimligini bilmaydigan alohida qoida tuzum ostida tashkilotning mukammalligi barg'ansir eshyotadi. Hukumat taraf Turklar ittifoqining ustidan hech qanday yip uchiga erishamadi. Bu tashkilotning yana bir alohidaligi shuki, tashkilot a'zoni aldirab qabul qilmaydi. A'zo qabul qilingandan keyin navoda a'zo vazifa o'rinlash jarayonida saqchilarning qo'liga tushib qolibmi, maxfiyatlikni oshkorlamagan bo'lsa, uzun muddatli kesilib ketgan bo'lsa, ruslar tarafidan o'limga hukm qilingan bo'lsa, vazifa
urundash jarayonida kutilmagan hodisaga uchrab qolgan va qurbon bo'lgan, ig'ir meyib bo'lib qolgan bo'lsa, Turklar ittifoqi tarafidan bundaq tashkilot a'zolarining oila tabobatlariga zo'r summadagi nafaqa beriladi. Tashkilot a'zolari yuqori topshirgan vazifani jon-dil bilan o'rinlaydi. Tutilib qolganlarmi Alloh yo'lida shahid bo'lish sharafi uchun iymon, vijdoni bilan qarshilik ko'rsatadi. Tayoq to'qmoqda o'lishga rozi ediki, munofiq, xoin bo'lib yashashni xohlamaydi. Albatta, bu xil nafiqning hamma qismini butunlay tashkilot o'z ustiga olib bo'lolmaydi. Buningga nisbatan Turklar ittifoqi mundaq chora qo'llangan edi. Ya'ni, bundaq o'lib ketguchilar yoki kesilib ketguchilarning yurtidagi katta boy va o'ttir darajadagi boylarning mol dunyosining oz ko'pligiga asosan muvofiq nisbatda iyon to'playdi. Başta az sondagi boylar bu xil nafiqa yig'ishni intayin qo'lladi. Ular nazarda dinsizlarning boshqarishidan qutulib, vatan mustaqilligini qo'lga keltirish har bir musulmonning qechib bo'lolmaydigan burchi, hurlik, erkinlik uchun Alloh yo'lida jang qilguvchilar bizning eng mukammal musulmonlarimizdir. Alloh uchun jinini pido qilganlar oldida bizning chiqargan bu pulimiz hech nimaga arzimaydi. Shuning uchun biz cho'qim ularning oila tavobatlarini o'zimizning bir tuqqan qarindishning o'rnida ko'rib, ulardan xabar olishimiz kerak deb o'ylaydi. Aksicha, ko'p sondagi yurt kattalari bizning bu kunga qilishimizning hammasi lavhul mahfuzga tuzilgan. Taqdirsiz qil tavrimas. Bizning mushundaq bo'lishimizning hammasi ulug' Alloh tarafidan bo'lgan. Padişahning amriga bo'ysunmoq vojib. Kuch yetmaydigan ishlarga sabr qilish kerak. Alloh sabr qilguvchilar bilan birga. Ular o'zlarining oila a'zolarining qanday kuniga qoladiganligini o'ylashmagan yerda biz ularning g'amini yeb bo'lolmaymiz, deb iyon topshirishdan bosh tortdi. Bir qatim ma'lum bir nahiyaning yiroq bir bozorida soqchilar rus savdogar bilan jidallashib qolgan bir buvayni so'roq qilish jarayonida urib o'ldirib qo'ydi. Buvayning farzandlari odatdan tashqari yuvosh odamlardan bo'lg'ashqa, yurtdagi cho'nglarning so'zini anglab, buni qazoyi taqdirdan ko'rdi. Lekin buvayning cho'ng navrisi Turklar ittifoqining a'zosi bo'lib, u bu nohaqchilikni ko'tarmay, buvisining qisosini olish uchun o'zining mas'uli bilan jiddiy ko'rishib, bu to'g'riliq yo'l yo'riq olmoqchi bo'ldi. Chunki tashkilotning tuzumida har qanday tashkilot a'zosi o'z oldiga harakat qilishga bo'lmaydi. Tashkilot a'zolari o'zidan yuqoridagilardan jiddiy izlamoqchi bo'lsa, boshda ko'rish usullarini deyishyotadi. Uyning oldiga bir narsa qachilangan tag'ardek narsalar qo'yib qo'yiladi. Yoki uyning oldidagi daraxtga qizil raqdek bir nimalar bog'lab qo'yiladi. Navoda jiddiy ko'rishmoqchi bo'lsa, turishliq bozorliq tashviqot ishxonasidagi radio punktiga chiqib, ozroq haq to'lash orqali uydagi biror chorvasining yutib ketganligini cho'ng kanoyda e'lon qildiradi. Mushuninga asosan tashkilotning yuqori qatlamidagi a'zo darhol o'zining qo'l ostidagi a'zo bilan aloqa qilishadi. Odatdagi kichikroq harakatlarga tashkilotning shu viloyatdagi turishliq bosh a'zosi, ya'ni Pashaxonning yigitlari qaror chiqaradi. Bu qatim tashkilot a'zosi Shir Muhammadning kuchli talabiga asosan uning buvisining uchini elish taklifi tashkilot tarafidan ma'qullandi. Shuning bilan qor yaqqan bir oqshimi Shir Muhammad ayoli va ikki bolasi uxlab qolganda uydan maxfiy chiqib, bozorliq soqchixona tarafga qarab yo'l oldi. Bu qatimqi o'ch elish planini tashkilot tuzib bergan bo'lib, Shir Muhammad yolg'iz harakat qilish kerak edi. Shir Muhammad plan bo'yicha tun yerimdan oshganda bozorliq soqchixonaning orqa temidan otilib tushib, dejurnilik qilayotgan ishxonaning keyin tarafiga o'tdi. Ishxonada ikki turkman, bir rus bo'lib, jami 3 soqchi mashki ko'mirni rosa changdab qo'yib, laydek uxlab ketgan edi. Kömür birer saatlerden keyin kuyib pasayishga boshlaganda Shir Muhammad harakatning qadam bosqichiga asosan avval ishxonaning keyindagi derazadan chiqarilgan mashning koniga az to'la lat putini tiqdi. Mashdan isyanishga boshladi. Bu chog'da soqchilar ko'mir cho'g'idan chiqqan zaharli gazdan qisman zaharlanishga boshlab, ig'ir uyquga g'arq bo'lib o'tadi.
Yani yarım saatlerden keyin toksimi ambur bilan kesip taşlanıp, kanayning eg'izi to'liq etildi. Bu vaqtda 3 nafar saqchi gazdan rasmiy zaharlanib o'shidan ketishga boshladi. Biri can halpuzda o'rnidan daldang'ishib turib beqib, qarong'uda eshikni silab tepib bo'g'icha yerga yiqilib o'rnidan turamadi. Qolgan ikkisi bo'lsa, butunlay o'shidan ketib bo'lgan edi. Shir Muhammad tamning keynida tangning suzilishini kutib turib, ikkinchi azan o'qilganda darizining aynakini cheqib, dejornilik qiladigan ishxonaga sakrab tushdi. U burnini höllingi bilan to'sib turib, qo'lchiroq bilan ularning yenini aqtirib, 3 tane tapancha bilan 30 boy o'qni g'animat olgandan keyin bu dejornilik ishxonasi bilan yon tarafdagi 6 eg'iz xizmat ishxonasiga benzin chechib o't qo'yibdi. Ondan bu yerdan ayrildi. Әтіс әтігенді сақчылар ішqi kelganda, сақчıxonning butunlay kuyib, kül bo'lib, xaroba ichida 3 jonning qora ko'mir bo'lib ketganligini ko'rdi. Ular bu ishni tahlil qilib, gumonliq odamlarni tekshirish qilib boqmoqchi bo'lib, munosabatlik odamni tutib turib tekshirishga boshladi. Mushu munosabat bilan Shir Muhammadning uyiga 4 nafar saqchi kichik mashina bilan yetib keldi. Aslida Shir Muhammad o kunki o't qo'yish ishini bilmaydiganligini aytib turib olgan bo'lsa, saqchilar uni qo'yib o'tadi. Chunki saqchilar bu ishni muntazam tarbiya ko'rgan kishilar qilgan bo'lishi mumkin. Shir Muhammadning qo'lidan kelishimi notayin deb qaraydi. Lekin Shir Muhammad saqchilar men ekanligimni bilibapti deb o'ylab, o'ylisiga kirgan saqchilarga o'lja olgan tapanchasi bilan avval o'q otdi. Bir saqchi naq maydonda o'ldi. Yana biri ig'ir yaralandi. Uning tunji qitim tapancha ishiltishi bo'lg'ashqa, uning ustiga texnikasining yaxshi bo'lmasligidan saqchilarning yana biri uni etib tashladi. Shundoq qilib, bu o'g'lon buvisining qisosini elish yo'lida boturlar shahid bo'ldi. Türkler ittifoqi bu yigitning oila tavobatlariga beriladigan nafiqining oz bir qismini o'zining moliyasidan ajratib, qolganini qoida bo'yicha bu yurtdagi boylardan yig'moqchi bo'ldi va yurt boylarga maxfiy xabar soldi. Ko'p sondagi boylar o'zining otig'ini berdi, lekin oz sondagi yurt boylarga bu gap ancha xo'sh yoqmagan edi. Bu yurtda maxsus kala to'paq savdosi qiladigan cho'ng bir boy kishi bor bo'lib, nafiqa yig'ish navbati uningga kelganda Turklar ittifoqining bu talabini chiroyli rad qildi. Bu gap Pashaxonning qulig'iga yetib bordi. Pashaxon kulib ketib, yigitga bir chorini o'rgatdi. Bir kechasi shu rayondagi tashkilot a'zolari harakatga kelib, u boyning boqmachilik maydoniga berib, toza samirgan to'paqdan 30 ni o'g'irlab, qumliqning o'ttisiga yetilib akilib, 4-5 yaga gulxon soldi. Gulxon rosa kuyib, qum cho'q to'lganda, yigitlar har bir gulxonning o'rnidagi qiziq qumga har qapoqdek kavadan 5-10 ni ko'mdi. Kava qo'qas o'tning daptida birdamda kavob bo'lib pishib ketdi. Yigitlar cho'g'dak qiziq kavni qo'qasning orsidan elib, shu piti to'paqning mungiziga sanchib, elvatmay qo'yib qo'ydi. Birdamdan keyin to'paqning po'latdek mungizlari qiziq kavning dastida yumshashqa boshladi. Yigitlar hech kuchmayla to'paqning mungizining uchi oldiga bo'lgan bo'lsa, uni keyniga qayradi. Yoniga qargan bo'lsa, oldiga qayradi. Shunda qilib, to'paqlarning asldagi mungizining shakli butunlay o'zgarib ketdi. Yigitlar atsi atgandala bu to'paqlarni xotirjam yetilab shu boy turishliq bozorga bordi. Bechora boy qo'l ostidagilarni kayniga selib, to'paqlarni izlab bozorga borganda, bu to'paqlarni ko'rib, "Tov xudoyim, bu to'paqlarning hammasi meningga o'xshaydi ekan. Faqat mungizi o'xshamaydi ekan" deb hayron qoldi. To'paqlarning mungiziga qarab, asla o'zining to'piqi ekanligidan gumon qila olmadi. Yigitlar boyni yeniga chaqirib, to'paqlarning hammani ololsa azam berdiganligini aytib, 30 to'paqni naq maydonda boyga setib berdi. Boy bo'lsa, o'g'ri olgan 30 to'paqning o'rniga bu azam to'paqni oldim.
Xudayımның алдыда qilg'inim бар ekan deb qayg'usini xushalliq aylantirib uyiga qaytib ketdi. Shir Muhammadning oilasidagi 3 jonning turmushimi bu orqali vaqtli kapolatga ega qilindi. Bir kuni namoz bomdodga yaqin Pashaxon onasi, ya'ni inik onasi Maryam xonimning xonlik tojini o'zining beshiga kiygizib qo'yganligini tushib uyg'onib ketdi. Bu kun dal Pashaxonning tug'ilgan kuniga, ya'ni uning 20 yoshga to'shgan kuniga to'g'ri kelgachga, u doimqidan burroq turib, joynamozda uzun o'ltirdi. Andin inik onasi va o'zining ota-onasining ruhiga uzun duo qildi. Namoz bomdodni o'qib bo'lib, masjiddan yenishida Uksitullaxonni elib, shaharga yaqin joydagi cho'ng qabristonlikqa qarab mengib ketdi. Ular mazorlikqa yetib borganda quyosh amdi beshini ko'targan edi. U o'ziga tunishlik bo'lgan mo'misining qabrisiga berib uzun qiroat qildi. Ular fursat kutib mazorlikdan kishilarning oyog'i uzilganda qabrga ko'milgan ilq ko'mzakni izlashga boshladi. Va hayal o'tmay ko'mzakni sog'-salomat ko'lab elib shahar tarafga aldirab mangdi. Ular zavod kutubxonasiga kirgandan keyin eshikni mahkam taqab, Uksitullaxon bilan ko'zining ichidagi narsalarni elishga boshladi. Ko'ni yog'liqning ichi ko'zni qamashtirib turadigan dona-dona olmoslar bilan to'lgan bo'lib, ularning orasida kaptar tuxumidek cho'nglikdagi yeshil olmos qo'yilgan xantaji maniman deb ko'rinib turadi. Tullaxon balildab chaqnab turgan olmoslarni qo'liga elib silab ko'rdi. U umrida bundoq soni jiq ham cho'ng olmoslarni ko'rib boqmagan edi. U oltindan yasalgan shohlik tojini qo'liga elib, ko'z oldidagi bu boyliqlarga qarab, hayron qolganidan jiddiylashib ketdi. "Aka, bu nima karomat emdi?" dedi Tullaxon qo'lidagi tojni akasiga ko'rsatib turib. "Amdi hammani sang deydigan vaqt bo'ldi, ukam", dedi Pashaxon ig'ir tortib. "Bu tojni ota-onam menga qoldiribdi ekan. Sana amdi bilganlarimni deb beray. Quloq selib angla." Pashaxon shundoq qilib, o'zining shaxsiy tarjimonini, ondan onasidan anglagan ishlarni Uksitullaxonga tafsiliy bayon qilishga boshladi. Tullaxon akasining aytganlarini oxirigacha anglab, ig'ir sukut ichida birdam o'ltirgandan keyin akasining qo'lini chang tutib turib aytdi. "Aka, sening oddiy odam emasligingni biletdim. Biz sendan faxrlanamiz. Sen uchun o'lib ketsam men rozi. Endi bundan keyin..." Tullaxon gapining oxirini yutib etib shuk bo'lib qoldi. "Ha, bundan keyin nima?" deb kulimsirdi Pashaxon. "Bundan keyin seni nima deb chaqirman? Sen asli bu elning qonunli podshohi ekansan. Men bilmay sana uka bo'lyaptiman", dedi Tullaxon yerga qarab xijil bo'lgan holda. "Shumi gapmi? Sen mening Alloh oldidagi yo'ldoshim, Qur'on tutishgan ukam. Bilib qo'ygin, tajdan kessam kechimanki, sendin kechmayman", dedi Pashaxon ukasiga tasalli berib. Tullaxon akasining so'zidan ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi va Pashaxonning qo'lini chang siqdi. Akşamı Aliyatquda o'zining yotqida yolg'iz qolgan Pashaxon yog'liqdagi tumarni qo'liga elib, yenidagi qalamtirash bilan him tikilgan og'zini so'kishga boshladi. Tumarning ichidan xurum bilan qoplangan 2 parcha qog'oz chiqdi. Uning biri Pashaxonni beqib cho'ng qilgan Maryam xonim tarafidan qoldirilgan turkman tilida yozilgan Yavuz beg bilan Kunchechakning o'lib ketishining sababi va ularning tog'dagi maxfiy panohlangan joyining o'rni qatorliqlar bor bo'lgan putukcha edi. Yana bir parchasi nihoyatda ko'ni bir xil saman qog'ozga sizilgan xaritadek bir nima bo'lib, ostida arab yoziqiga o'xshaydigan yoziq bilan tushuntirish berilgan edi. Pashaxon turkmancha putukdan ota-onasiga ziyonkashlik qilg'uvchi xoinlarning kimligini bilib oldi.
yana bir xil yeziqdagi putukning ichidagining nima mazmun ekanligini bilolmay, boshqalardan so'rab bilmoqchi bo'ldi va bu kechini nihoyat tasda o'tkazdi. Әтісі u tumardagi putilgini bo'yicha Shokirxon Hoji degan munofiqni izlab uning uyiga bordi. Shokirxon Hoji baldurli o'lib ketgan bo'lib, oq enakning bolasi chala enak bo'lganidek, heliqi yorliqda bo'yni qatlashib tunjuqib o'lgan soqchi idorasining siyosiy komissari Bakir Badi dal mushu Shokirxon Hojining cho'ng o'g'li bo'lib chiqdi. Öz vaqtida turma so'roqxonasida zanjirga bog'langan Yavuzbek tarafidan bo'yin tomiri uzilib o'ldirilgan harbiy generalning yanchog'ida heliq ativorliq yeshil olmos bor edi. Boshqa munosabatli harbiy amaldorlar uning yanchog'ini aqtirish jarayonida bu olmosga ko'zi tushib qolib, surishti qilish orqali bu ishning Shokirxon Hoji bilan aloqasi borligini bilib qoladi. Shuning bilan bu ochko'z ruslar bu yeshil olmosning yana bir juftini tepish uchun Shokirxon Hojini qattiq so'roqqa tortadi. Amaliyotda Shokirxon Hoji kunchechak malikining nadiligini bilmagachga, oxiri so'roq jarayonida Yavuzbekka o'xshash qiziq tumirga besilib, qiyin qistoqdan o'lib ketadi. Shuning bilan ruslar Shokirxon Hojining o'limini o'z vaqtidagi atalmış vatan xoinlari bo'lgan turkmanlarga dungab qo'yib, ishni tugatadi. Pashaxon bu munofiq hojining o'lib ketganini anglab lassida bo'lib qaytdi. Haftadan keyin Yavuzbekni setayotgan ilqi Zagarning xabari yetib keldi. Tillaxonning deyishicha, u Zagar 20 yilning oldida bir xil yomon kasal bilan o'lib ketgan ekan. Öz vaqtida İsmail Satangning bazmixonasidagi raqqos qiz inik onaning plani bo'yicha zargar bilan ko'rishgandan keyin zargar yomon bir xil kasal bilan yuqumli qilib o'lib ketgan edi. Pashaxon bir kuni Uksitullaxonni yeniga chaqirib, toj bilan olmos silingan ko'zini uningga sundi. Bularni ikkimiz biladigan bir yerga yushirayli, dedi Pashaxon qo'lidagi ko'zini uksiga tanglab qat'iylik bilan. Men safarga mangdigandek turman. Uyning ishigi san qoldi. Navoda men vaqtida qaytib kelamsam, ishlarni sen davomlashtirayvergin. Ig'zingni ushitma aka. Ulug' Alloh menga u kunni ko'rsatmaydi, dedi Tillaxon akasining qo'lidagi ko'mzakni elishni rad qilib. Sen amdi nega boray deysan? Sana qaysi kuni tumarning ichidagi bir parcha xaritaning nima ekanligini deb berolmagan edim, dedi Pashaxon uksiga tikilib qarab turib. U Chag'ay tilida bitilgan bir xarit ekan. Uningda Chini Machin degan davlatdagi bir joyga dunyoning ajoyib g'aroyibatlari bitilgan olam va odam degan bir qo'lyozmaning yushiringanligini, bu kitobchining dunyoda faqat birli ekanligini aytibdi. Necha kundan beri tushimga anam to'la kirib oldi. Anam tushimda davomli bir qalin kitobni menga sunib turadi. Anamning ruhi qo'rinib qolmasin. Men shu u yerga berib, u qo'lyozmani izlab boqay. Sening qanday? Anamiz tushingda bu kitobni senga tanlagan bo'lsa, bag'in aka. Balkim bu tushingda bir sir bordir. Xaritada qo'lyozmaning qayerligini aniq demabdimi? Bakan, qo'lyozmaning aniq o'rni bakan. Lekin u Chini Machin degan yurt hozirgi Jungoning g'arbiga to'g'ri keladi ekan. Chegaradan chiqmasam bo'lmag'idek. Qachon qaytib kelishimni bilmayman. Shunga bularni sen biladigan bir yerga yushirayli. Xotirjam bo'lg'in aka. Ulug' Alloh sen bilan birga. Sen cho'qim salomat qaytib kela olaysan. Bo'pti. Bularni bir yerga yushirib qo'yayli. Chegaradan chiqish rasmiyatlaring qanday bo'ldi? Bu osonga to'xtadi. Saqchi idorasi boshda bu ishning nihoyat qiyinligini aytgan edi. Qo'limdagi pulni ko'rib, ularning boshliqning yurgi o'ynab, o'zi Moskvaga yo'l oldi. Meningcha bu ish tasga to'xtamaydi, ukam. Bo'pti aka. Chataq yeri men bu tashkilotning ishiga qanday yetakchilik qilaman? Bu to'g'riliq beshingni qatomig'in. Sening qo'lingdan keladi. Yomon kelsa, gezi chiqarish ishini vaqtliq to'xtatsan.
Qolgan ishlarni 5 dona yigitimiz bilan maslahatlashib qilaver. Çataq chiqmaydi. Ular tashkilotning ba'zi ishlarini muzokara qilishgandan keyin Komzakni o'zlari bilishadigan bir yerga yushirib qo'yishdi.